Shu darajada och qolmadim-ku, lekin qiynalardim, azoblanardim. 4 yil orzu qildim shu yerdan 4 ta shashlik olishga. 4 yil kecha yedim shu shashlik. Hayotdan olsang ta'lim bera olmaydi hech bir muallim. Birinchisi och qorin, ikkinchisi bo'sh cho'mchak, uchinchisi yaralangan qalb. Olimlarning doimiy hamrohlaridir. Erkak kishi faqat 2 metr joyda dam oladi. Boshqa joyda dam olishga haqqi yo'q. Mol bozoriga olib borib kitob sotib, kim oladi desa, yo'q, men mol bozorida ham kitob sotishga muvaffaq bo'ldim. Men 8 yoshimdan mehnat qilishni boshlaganman. Bu qo'polroq ruslar men bilaman, hatto hojatxonada ham kitob o'qiydilar. Nima uchun vaqtni bekorga sarflashimiz kerak? Mana kechagida bir bola ham gapirdi-da. Aka dedi, sizni so'rasam deydi, qahirlar kelib, nimaga u bolani so'rayverasanlar? Nimaga meni bilishadi, payshi darvesh bolaligimni, qiyin holatda yurishimni, mazam qochib qolishini, ko'p payt qarz olib yurishimni bilishadi. Bu yaramas Hoji Nasriddin hech narsasi yo'q, uni dunyo taniydi. Bu dunyoga ko'p insonlar o'lgani keladilar. Nima biz pashshamiz bo'lib ketaveramiz? Ja bo'lmasa bir tarbiyali farzandni qoldira olmaymizmi? Lekin o'zingiz o'qimasangiz, bolangizni otib tashlasangiz ham o'qimaydi, tushunib oling. Mashhur bo'lib ketganimdan keyin kitob o'qiy olmay qoldim. Vaqt bo'lmayapti. O'qiyotgan kitobimni ayrilib qolsam nima bo'ladi, bilasizmi? Xuddi yuragim o'zib olgandek bo'lib qolaman-da. Nima uchun meni pulga zor paytimda yo'q edingiz? Nima uchun bir non topa olmayotgan paytimda yo'q edingiz? Endi menga ovqat taklif qilyapsiz. Bu kitobni o'qiganimdan keyin meni umrim katta ekanligini tushunib boshladim.